Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, YouTube kuzatuvchilarimiz, qandaysizlar, yaxshimisizlar? Mana navbatdagi plitka terish xizmatini tugatdik. Qani ko'rib baho berasizlar. Qanday chiqibdi? Darvozaxona mana bu qismi. İçiga kafel urgan, bu kafel bilan. Va yuqorilar. Shu qotdik. Tashqarilari ham kafel plitka bo'lgan, mana bu yerlar brichka. Samarqandga ishlab chiqaryapti bu plitkalar. Samarqandda bruchatka deyiladi, bruchatka. Şu kafel terish sokuga, polga plitka, kafel, devorga g'isht chabri sovishni hamma xizmatlar bor. Xizmatlarimiz mutlaqo O'zbekiston bo'yicha. Aloqa chiqaver. Tunu kun aloqada. Xalq xizmatiga bizlar, xalq xizmatiga. Mehnatimizni nima qilmasdan podpiska, laykni ayamangizlar.